Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan mazzali kulcha non tayyorlaymiz. Go'shtli kulcha nonimizni tayyorlashni boshladik. Sutga sariyog' solib, ilitib olib, idishga solamiz. Ketidan 2 tuxumni, tuz, shakar, apparani solib, yaxshilab aralashtiramiz. Keraklicha un solib, xamir tayyorlab olamiz. Oshirma xamir shu ko'rinishda bo'ladi. Ustini yopib, oshirishga yuboramiz. Do'g holati eslida qolsin. To'liq retseptni opisiyaga yozib qoldiramiz. Farshni mayda to'ralgan piyozni idishga solamiz. Ketidan tuz, hamma kerakli ziravorlarni solib aralashtiramiz. Oshirma xamirimiz do'g holati eslidami? Qanaqa oshibdi, baho beringlar-chi. Xamirni 6 ga bo'lib olamiz, har birini dumaloq qilib ochib nachinkani sog'ib olamiz. Xuddi shu ko'rinishda yopib olamiz. Listga taxlaymiz, ustidan tuxum sarig'ini suramiz, ana endi sedini sepib duxovkaga yuboramiz. Mazzali kulcha nonlarimiz tayyor. Ramazonda iftorlik dasturxonida ketadi-ya. Kulcha nonlarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.